Hamsiyalar, men ichishni tashladim. Qaytaraman. Bugundan boshlab men ichishni tashladim. Ha, qo'shni. Hamsiya, bugundan boshlab men ichishni tashladim. Navoda ikkovimiz bir joyda o'tirib qolsak ham, meni ichmasligimni inobatga olasiz. Xo'pmi? Yaxshi. Aka. Mana ichib tashlaganimga ham rosa bir kun bo'ldi. Lekin shu boshim shunday yomon og'riyapti aka. Oson bo'lmaydi, qo'shni. Chidaysiz endi. Qo'shni. Men bugun ikkinchi kun ko'r. Kecha boshimda og'rig'iga qo'shilib bugun oyog'im ham og'riyapti-da. Endi sabr qilasizda, qo'shni. Chidaysiz. Yo'q qo'shni. Bugun 3-kun. Boshda og'rig'iga qo'shilib, oyoqda og'rig'iga qo'shilib, ketim ham og'riyapti. Qo'shni. Ha, bu ichishni tashlagandan keyin boshingiz og'riyotgan bo'lsa, oyoq, ketingiz og'riyotgan bo'lsa, nima qilasiz o'zingizni qiynab? Ha, undan ko'ra magazinga boringda, bir sha'roni olib kelib, uyda 50 ta qilib iching. Shuni iching. Ya shunaqa deyishimni kutyapsanmi, alkash? Va ichsang ichib o'lib ketmaysanmi? Ya nima qilasan mendan fatvo so'rab?